Assalomu alaykum. 2026-yil 11-aprel. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani O'zbekiston 5 yilligi mahalla fuqarolar yig'inida amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha 121-289-konturlarda amalga oshirilgan bo'lib, bu yerga piyoz mahsuloti ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan sug'orilib, hozirgi paytda hosil pishish jarayonida. Hosilning pishish davri 90 kundan 120 kungacha davom etadi. Ushbu maydonga 12 ta ijarachi biriktirilgan bo'lib, loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Muslima Agro Golden hamkorlik qilmoqda. Ushbu loyiha har bir tonnasidan 30 tonna mahsulot olinib, jami 300 tonna mahsulot olinishi kutilmoqda. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekin ham yuqori daromadli ekin turi ekilib, yer egalarining daromadini yanada oshirish rejalashtirilgan.